Akalar mana Marg'ilonda joyimizga gazabloylar olib kelib berganmiz. 5 xona uy solishdi mana aylantirib. Mana bu yerda gazabloylar ustalar tushirishyapti hozir mana. Ko'rishlar mumkin mana ustalar. Bitta mehmonxona, bitta yotoqxona, ichida hammom hojatxonasi bilan yana bitta yotoqxona, ichida hammom hojatxonasi, bitta zal, bitta oshxona tushgan. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5 xona bo'lyapti. Ikkita sanuzeli bilan. Hatto jami orqa tomonda o'zini eski devori borligini hisobiga ozroqdan ketgan. O'zi aslida orqalari bilan ursa bitta xonaga 300 ta 280 ta atrofida ketadi. Ustalar mana gazabloyni 7000 so'mdan urib berishyapti. Shunaqa qilib mana har ikki qatoriga simlarini tashab ketishgan holatini ko'rishlar mumkin. Mana tekizligi qanaqa chiqadi deganlarga mana nihoyatda holatini zo'r qilib urib berishdi ustalar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ko'rib turibsizlar mana. Juda chiroyli chiqqan. Mana bu tomonda ham tekizligini ko'ryapsizlar mana. Mana shu holatda hozir mana 3 xona uyni oldini ko'rsatyapman sizlarga mana. Tekizlik holatiga ahamiyat berasizlar. Bitta rodbin tortsalar ham qum suvag'i bitdi shun bilan mana ko'ryapsizlarmi? Mahsulotdan ekonom bo'ladi mana. 5 xona solishgan. Juda chiroyli proyekt bo'lgan. Sizlar ham shunaqa uylar solmoqchi bo'lsangiz zakaz beraverasizlar. Mana gazabloylar tushirishyapti. Bitta, ikkita, 3 ta, bitta 5 xona uy tushgan mana aylanmachasi. Bu uylarimiz yozgi kunida salqin bo'ladi. Qishki kunida issiq bo'ladi. Maza qilib yashashadi. Bu manzilimiz Marg'ilon shahrida akalar. Aloqaga chiqib ko'rasizlar zarurlarimizni. Olib berdik. Ustalarimiz mana urishyapti, yoqdi ustalarga mana sifat. O'zlaylar mana tekizligini mana bu yerdan ko'rib turibsizlar. Tekiz urishgan, cho'kki chiroyli. Zo'r holatda chiqqan mana. Tekizligini qarab turinglar mana. Hamma devor birdaniga ko'rinyapti mana. Mumkin sifatlari zo'r. Akalar aloqaga chiqaverasizlar mana. 18000 so'm gazabloyni yetkazib olib berdik. 6000 dan 7000 dan ustalar urib berishibdi mana. Sizlarga ham shunaqa zarurat bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Marg'ilon shahrida akalar. Mana ikki tortib berishgan holatlarni ko'ringlar mana. Cho'tki. Telefon qilaverasizlar, ustalarni ham topib beramiz akalar. Marg'ilon shahrida joyimiz.